Ayerning bo'yi 96. Xolland bilan teng ekan Ayerning bo'yi. Yo'q, Xolland 95. O'zi ularning o'yinchilarini bo'yi baland bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 12 ekan. Ustiga almashtiramiz. Xo'sh, ikkinchi o'yinni boshlaymiz. Birinchi o'yin ajoyib g'alaba bilan yakunlandi. Ikkinchi o'yin yana Belgiya. Nimaga Belgiyani olishadi? Xayr. Musa ular tezda hujumga o'tyapti. Va katta gol qo'yishdi. Zarba. Darvozabondan sev. Oz qoldi. Ehtiyot bo'lish kerak. Juda tez hujumga o'tib ketdi. Xo'sh, Lukakudan ehtiyot bo'lamiz desak, qanotga pas. O'ngga pas. O'ng o'tib keta olmadi. Afsus. Yaxshi. Yaxshi o'tib ketdik. Holland ichkariga chiqsa bo'ldi bas. Va zarba. Kurtuva. Qanday sev. Ayer to'pni ololmadi. Yana bir ko'tarish va zarba. No'noq. Bo'sh o'rta bo'lmadi. Oddiy vaziyatlarda ko'pga oldirmaslik kerak. Va Hollandga pas, Holland zarba, shtanga. Voy lekin Holland mening eng dahshatli hujumchim. Qallada ham, oyoqda ham bo'jasiga o'ynayveradi. Qanotga pas beradi. Oldik. Qanotga pas beradi va yana Holland chiqishini kutamiz va va Berg gol! Ajoyib gol! Patrik Berg. Bu safar bu qanotga o'tdi va Jeremy Doku olib qo'ydi. Ayer kalla qo'yadi va Nusa ajoyib chiqdi. Holland zarba. Yana Kurtuva. Kurtuva bo'lmaganda o'zi ham ko'p gollar bo'lar edi. Kurtuva Musaga pas. Musa ichkariga pas. Holland zarba gol. Yana gol. Menimcha bu o'yin bu raqibning olib qo'yamiz. Reyerson. Xato. De Bruyne. Dokuga. Doku. Yaxshi. Qanotga pas. Katta ehtimol bor. Men buni ketib olishim mumkin. Bitta kiramiz. To'g'ri. Hovga Winston Larson, Berg va yana kim? Kim? Ostiga tushiramiz. Sorloth o'tib ketolmadi. Lukaku o'tay olindi. Yaxshi. Qoida buzildi. Ostiga Sorloth o'tadimi? Ha, hal qoldi o'tishiga. Va ortga pas, hujumga pas. Holland kalla qo'yishi aniq. Sorloth o'rtaga. Sten Larsen ajoyib chiqib kelyapti. Zarba.
Wow. Eh, yaqin qoldi. Koptoy olinadimi? Ha, Stigart. Qanotda Sorlot. Sorlot ajoyib ochildi. Hujumda kim ochiladi? Yetib olmadi top. Afsus. Sorlotga. Sorlot aldab oladimi? Ha, o'tib olmadim. Yaxshi. Yaxshi. Qanotda. Sorlot kalla qo'ya olmadimi? Nahotki. Va Stigart, Sorlot. Uy, va Stigart o'tib ketyapti. Stigart bitta ortga yo'lladi. Sorlotga qoldirib ulgurmadi. Ammo Sorlot birinchi yetib keldi. Sorlot Polandga. Poland zarba. Noaniq. O'xshamadi. Lukakudan ehtiyot bo'lish kerak. Voy, Lukaku gol urib mumkin hozir. Yaxshi Reyerson. Va Ayer. Ya, ikkinchi o'yinda ham ajoyib g'alaba berdi. Ha, jarima maydonchasi tashqarisidan gol urganimiz uchun nima qildi? Stavka qilyapmiz. Va live'da ikkita yutdik. Xo'sh, o'yinchilar charchab qolyapti tez. Bitta orqadan berib yuboramiz. Edgar tushiramiz. Ustiga tushiramiz. Reelsini almashtirdimmi? Almashtirdik. Ayer lekin oxirigacha o'ynaydi aytib. Ayer oxirigacha o'ynaydi. Holand, Ayer, Sorlotlar. Ko'rishingiz mumkin qizil playerlarning kuchayishini. Bugun Niderlandiya yutqazdi. Germaniya ham tark etdi musobaqani. Siz men ularga ishongandim. Ya'ni Niderlandiya va Portugaliyaga muxlislik qilaman men. O'zimizga o'zimiz tushdik. Voy, Berg, ichkariga uzatma, Berg, zarba gol. Ajoyib taktika. Patrik Berg. O'yinni boshidan yaxshi gol urib oldik. Ehtiyot bo'lish kerak. Ularning Holandi bor. Yo'q. Afsus. Holand ajoyib g'alaba o'tkazdi. Qo'l tashlab qo'yadi. Aytyapman-ku, ikkinchi turdagi raqiblar qiyin bo'ladi. Musa va kalla qo'ya olmadi. Holand qayerda edi? Oh, ular ajoyib taktika ishlatyapti. Sorlot. Yo'q. Gol. Yana ne qilyapti? Ular ajoyib pas va ajoyib. Do'stona o'yin bo'lmoqda. Yaxshi. Xotirjamlik. Voy,
Tak, Musaga. Ber. Zarba. Hmm. Tanatovskiy o'zgardi. Ey, nima qilyapti ular? Qo'mita institut bo'lishi kerak ekan. Aslan yo'q, qo'mit bilan o'ynayapman. Davlat qo'ya biladi. Ichkariga pas bo'ladi. Qo'mit kalla qo'yasanmi? Qo'mit topib qo'yaman dedi. Qo'mit ortga. Ayer. Yaxshi, qo'mit ichkarida kutaman seni. Qo'mitga ajoyib pas. Qo'mitda zarba. Mana. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetadi undan so'ng. Birinchi taym 2-2. Doim o'zgartirishlar amalga oshiramiz. O'yinchilar juda charchab qolibdi. Ko'ramiz oxirigacha. O'ynatishga majburmiz aniqrog'i. O'yinchilar charchab qolyapti. Katta o'yinni ko'proq biz ushladik. Zarbalar ham bizda ko'p. Podkatlar birga bir. Qancha tenglik, ammo katta o'yinga patak. Yaxshi. O'yin o'tib ketyapti o'yin. Voy! Sal qoldi. Solo bilan fintlarni amalga oshiramiz. Edgar qanotga, qanotda Volk va Aleksandr Reyesini tushirmasak. Reyesini tushiryapmiz. Bosh darvozabondan shunday boshlar ekan u. Asosan Xontex deb o'shirdi. Norvegiyada Xontex. Salvatore to'g'riladi. Qanotga pas. Qanot qani qanot? Tovuq. Voy. Tak. Tak. Bo'ldi bo'lishiga bo'ldi. Beradi. Xotirjamlik. Qanotda Sorlotga. Sorlot. Va nahotki zarba Edgar. Gol bo'lishi kerak edi shu bor-ku. Doimgidek deb boshladim. Voy, nega chiqmading o'g'lim? Ular ajoyib pas beradi. Xato bo'lmasin, xato bo'lmasin. Xato! Ehtiyot bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Va o'yinimiz to'g'ri bilan yakunlandi. Yaxshi.